21-asrda biologiyaning eng keng rivojlanib borayotgan bo'limi bu genetik injeneriya hisoblanadi. Genetik injeneriya tirik organizmlarning genlarini, ya'ni viruslarning, bakteriyalarning, zamburug', o'simlik, hayvon va hatto insonlarning genlarini inson manfaatlarini ko'zlagan holatda o'zgartirish bilan shug'ullanadi. Demakki, genetik injeneriyaning asosiy tadqiqot obyekti bu organizmlarning genlari hisoblanadi. Demak, biz genetik injeneriyani o'rganishni boshlashdan avval tirik organizmlarda genlarning qanday ko'rinishlari va qanday turlari bor va bu genlar hujayraning qaysi qismlarida qanday ko'rinishda joylashganligini sizlar bilan batafsil o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi mavzumizning asosiy mavzusi bu genetik elementlar bo'ladi. Assalomu alaykum kelajak mediklari, sizlar bilan Qurbonali Erkayev. Demak, bugungi video darsligimizda genetik elementlar haqida gaplashamiz. Genetik elementlarni tanishishdan avval sizlar bilan quyidagi terminlarni o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tirik organizmlarning hujayralarini bir-biridan farqini ta'minlovchi asosiy element bu DNK hisoblanadi. Misol uchun, inson hujayrasini maymun hujayrasi bilan taqqoslaganimizda, bu hujayralar o'rtasidagi farq DNK bilan bog'liq bo'ladi. Chunki barcha hujayraning membranasi bor, sitoplazmasi bor, sitoplazmasi deyarli tarkibiy jihatdan o'xshash bo'ladi, bir xil tuzilgan organoidlari bor. Demak, bir hujayraning boshqa bir hujayradan asosiy farqini ta'minlaydigan element bu DNK hisoblanadi. Agarda biz hujayralarning DNKsini olib tashlaydigan bo'lsak, hujayralar o'rtasida hech qanday moddiy farq qolmaydi, bir xil bo'lib qoladi. Shtam va klon degan tushunchalar. Shtam nima? Shtam bu bir turga mansub bo'lgan, lekin ayrim genlari bilan bir-biridan farq qiluvchi bakteriyalar guruhi shtam deb nomlanadi. Shtamlar demak, ikkita bakteriya bir turga mansub, lekin ular bir-biri bilan faqatgina ma'lum bir genlari bilan farqlanadi. Go'yoki shunga o'xshatib qiyoslasak bo'ladi. Masalan, yer yuzida 8 milliard inson bo'lsa, barchamiz bitta turga, Homo sapiens turiga mansub bo'lamiz va bir-birimizdan asosiy farqimiz bu bizning ayrim genlarimiz bilan farq qiladi. Chunki barcha insonlarda 46 ta xromosomasi bor va bu 46 ta xromosomada genlar ko'pchiligi o'xshash bo'ladi va biz ayrim genlarimizdagi farqlar tufayli bir-birimizdan farqli belgilarga egamiz. Shu jihatdan bakteriyalarda ham bir turga mansub bo'lgan va ba'zi genlari bilan farq qiluvchilari bu shtam deb nomlanadi. Shtamlarga nom berishda mana shu shtamning xususiyatiga e'tibor beriladi. Masalan, Lactminus shtami, Lactpilus shtami. Lactpilus shtami nima degani? Lactpilus degani laktaza degan fermentni sintez qila oladi. Ya'ni laktaza degan fermentni sintez qiluvchi geni faol holatdagi shtam bo'ladi. Lactminus shtami esa laktaza fermentini sintez qila olmaydi, chunki bu fermentning sinteziga javobgar bo'lgan gen, ya'ni DNK ushbu bakteriyada mutatsiyaga uchragan yoki bo'lmasa nofaol holatda bo'ladi. Demak, shtamlarga nom berishda ularning xususiyatlari asosiy muhim rol o'ynaydi. Ana endi keyingi tushuncha bu klon. Klon bu nusxa degani. Biz bitta bakteriyani olib, uni jinssiz yo'l bilan ko'paytirsak, e'tibor bering, demak bitta bakteriyaning bo'linib, ya'ni ikkiga bo'linib, jinssiz ko'payishidan hosil bo'lgan bakteriyalar to'plami bu klon deb ataladi. Klonda barcha bakteriyalar genlari jihatdan bir-biri bilan o'xshash bo'ladi. Hech qanaqa farq bo'lmaydi. Chunki jinssiz ko'payish natijasida hosil bo'lgan hujayralar o'zida bir xil genetik axborotlarni saqlaydi. Ana endi genetik elementlar haqida gaplashamiz. Genetik element bu organizmning irsiy axborotini saqlaydigan va uni uzatadigan va mana shu organizmdagi turli xil jarayonlarni boshqaruvchi tuzilma hisoblanadi. Genetik elementlar biz dastavval ikkita guruhga bo'lamiz. Bular doimiy, ya'ni statsionar genetik elementlar deyiladi va ko'chib yuruvchi, joyini o'zgartiruvchi mobil genetik elementlar deb nomlanadi. Va biz ularni quyidagi guruhlarga ajratamiz. Birinchisi xromosomalar. Xromosomalar bu doimiy, o'zgarmas genetik elementlar hisoblanadi va o'zida juda ham ko'p axborot saqlaydi. Genetik elementlarning ichida eng ko'p axborot saqlaydigani bu aynan xromosoma hisoblanib, ularning ikki turi bor. Birozdan keyin ular
ikki turi haqida batafsil gaplashamiz. Keyingi turi bu plazmitlar. Plazmitlarning ham ikki xil turi bo'ladi: transmissible va avtonom plazmitlar. Plazmitlar faqat bakteriyalarga xos bo'lgan tuzilmalar hisoblanadi. Ba'zi bir tuban evkariotlarda uchrashi mumkin. Plazmitlar bu joyini o'zgartiruvchi, ya'ni mobil genetik element hisoblanadi. Keyingisi ko'chib yuruvchi, ya'ni ko'chuvchi genetik elementlar. Bularning 3 xil turi bor: transpozon, retropozon va retrotransposonlar bo'ladi. Demak, bu yerda eng katta va o'zida eng ko'p genetik axborot saqlaydigani bu xromosomalar. O'zida yuzlab, minglab genlarni saqlaydi. Keyingi o'rinda turadigani bu plazmitlar. O'zida 3 tadan 10 tagacha gen saqlaydi. Ko'chuvchi elementlar odatda bitta yoki 2 va undan ortiq bir nechta genlarni saqlashi mumkin. Ya'ni quyidagi tartibda ularning genetik axborot saqlash xususiyati kamayib boradi. Xromosomalar. Xromosoma bu hujayraning irsiy axborotini saqlaydigan, replikatsiya bo'ladigan, ya'ni nusxasini ko'chira oladigan va uni keyingi avlodga uzatadigan DNK molekulasidan tashkil topgan eng asosiy genetik element hisoblanadi. Xromosomalarning ikkita turini farqlaymiz, ya'ni ikki xil turini: halqasimon xromosomalar va itsimon xromosomalar. Birinchisi halqasimon xromosomalar. Bular prokaroid, ya'ni yadroga ega bo'lmagan hujayralarga xos bo'ladi. Masalan, bu yerda ko'rishimiz mumkin, quyidagi rasmda prokaroidlarning DNKsi, ya'ni xromosomasi halqasimon shaklda bo'ladi va u sitoplazmada joylashadi va hech qanday gistonli oqsillar bilan kompleks hosil qilmaydi. Ya'ni prokaroidlarning xromosomasi 100% DNKdan tashkil topgan bo'ladi, hech qanday oqsilni o'zida saqlamaydi va genlari doimo ishlab turadi. Chunki prokaroidlarning barchasi bitta hujayradan tashkil topgan va bitta hujayrada barcha jarayonlar amalga oshadi. Ya'ni hujayraning hayotidagi barcha jarayonlar mana shu bitta hujayrada amalga oshadi va shuning uchun hamma genlari doimo faol holatda bo'lib turadi. Faol holatda bo'lib turadi. Evkariotlarda esa ipsimon xromosomalar uchraydi va ular yadroda joylashgan bo'lib, gistonli oqsillar bilan kompleks hosil qilgan. Ya'ni evkariotlarning xromosomasi DNK va gistonli oqsillarning qo'shilishidan hosil bo'lgan va bu yerda evkariotlarda o'sha ipsimon xromosomasining ayrim qismlari faol va ayrim qismlari nofaol bo'ladi. Buni qanday izohlashimiz mumkin? Masalan, biz inson tanamiz juda ham ko'plab milliard hujayralardan tashkil topgan va bu hujayralarning barchasi o'zida 46 ta xromosoma saqlaydi. Masalan, teri hujayramda qanday genlar bo'lsa, oshqozon osti bezimning hujayrasida ham xuddi shunday genlar bor. Chunki hamma tanamizdagi hujayra bitta zigotaning jinsiz mitoz usulida bo'linishidan paydo bo'lgan. Demak, hamma hujayralarimizda genlar o'xshash va bir xil tuzilgan ekan. Lekin nega deylik, oshqozon osti bezi boshqacha vazifani bajaradi. Masalan, insulin gormonini sintez qiladi yoki fermentlar sintez qiladi. Teri hujayralar boshqa vazifani, ya'ni himoya vazifasini bajaradi. Demak, bu yerda masalan oshqozon osti bezi hujayralarida aynan insulin sinteziga javobgar bo'lgan yoki bo'lmasa deylik fermentlar sinteziga javobgar bo'lgan genlari faol, qolgan genlari gistonli oqsillar bilan bog'langan nofaol holatga keltirilgan bo'ladi. Ya'ni hujayraning har bir hujayraning, ya'ni ko'p hujayrali organizmlarda har bir hujayraning o'ziga xos ixtisoslashgan vazifasi bo'ladi. Shu hujayraning vazifasiga javobgar bo'lgan genlari faol bo'ladi evkariot xromosomalarda, qolgan genlari esa nofaol bo'ladi. Yoki deylik, masalan, deylik jigar hujayralar. Jigar hujayralari ham masalan glikogen sinteziga ixtisoslashgan, demak, o'sha glikogen sinteziga javobgar bo'lgan genlari faol, qolgan genlari esa nofaol holatda bo'ladi. Shuning uchun ko'p hujayrali organizm evkariotlarda ba'zi genlari faol, ba'zi genlari nofaol bo'ladi va xromosoma soni odatda juft bo'ladi evkariotlarda. Masalan, Drosophila pastasida 8 ta, insonda 46 ta, shimpanzeda 48 ta xromosoma bor va hokazo. Demak,
Xromosomalarning mana shunday ikkita turi farqlanadi va ularning bir-biridan farqli jihatlari mana shulardan iborat bo'ladi. Video davomida ko'rib borayotgan va eshitayotgan ma'lumotlaringizni daftaringizga konspekt qilishni odatlaning va bu sizning ma'lumotlarni eslab qolishingizni va uzoq saqlashingizga yordam beradi. Ana endi plazmitlar. Plazmitlar xromosomalardan ko'ra kichkina. Plazmitlar bu faqatgina bakteriyalarga xos bo'lgan qo'shimcha xromosoma hisoblanadi. Plazmitlar halqasimon shaklda bo'ladi va o'zida 3 tadan 10 tagacha gen saqlaydi. Quyidagi rasmda ko'rishingiz mumkin. Aynan bu yerda bakteriya hujayrasi tasvirlangan va sariq halqasimon shaklda mana shu bakteriyaning plazmitlari ko'rsatib o'tilgan. Plazmit bu bakteriyaning qo'shimcha xromosomasi va bakteriyalarning turli zaharlarga, toksinlarga, antibiotiklarga chidamliligini aynan mana shu plazmitlar oshiradi. Ya'ni bakteriyalar demak tashqi muhitning ta'sirlariga mana shu plazmitlardagi genlari yordamida javob qaytaradi va chidamliligi oshib boradi. Plazmitlarning ikkita turi farqlanadi. Birinchisi transmissible yoki bo'lmasa ba'zi adabiyotlarda keladi nasldan naslga o'tuvchi plazmitlar. Bu plazmitlar rekombinatsiya bo'la oladi. Bu nima degani? Ya'ni tasavvur qiling, halqasimon shaklda katta bakteriyaning xromosomasi, DNKsi bor, uning yonida kichkina plazmit bor. Ya'ni transmissible plazmid. Mana shu transmissible plazmid borib o'sha bakteriyaning asosiy xromosomasiga birika oladi. Ya'ni plazmid bakteriyaning asosiy xromosomasiga, DNKsiga qo'shila oladi va bu jarayon rekombinatsiya hodisasi deyiladi. Va bu plazmid bakteriyaning asosiy DNKsiga birikkandan keyin o'zining mustaqilligini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni o'zini mustaqil ravishda replikatsiya qila olmaydi, ya'ni ko'paytira olmaydi. Va bu plazmid demak bizda bakteriya hujayrasi bo'lingan paytida asosiy xromosomaga birikkan holatda bir bakteriyadan ikkinchi bakteriyaga ko'chadi. Ya'ni buni quyidagicha ta'riflashimiz mumkin. Ya'ni bakteriya hujayrasi bo'linayotgan paytida asosiy xromosomasi ikki hissa oshadi-yu. O'sha paytda plazmid ham asosiy xromosomaga birikib olgan edi. Asosiy xromosomaga birikkan holatda nusxasini yaratadi. Ya'ni o'zini mustaqil yarata olmaydi. Bakteriya bo'linayotganda, ko'payayotganda asosiy xromosoma bilan birgalikda ko'payadi va shu tarzda nasldan naslga o'tib boraveradi. Nasldan naslga o'tib boradi. Shuning uchun nasllanuvchi plazmid deyiladi. Keyingi plazmidimiz bu avtonom plazmid. Bu plazmidlar rekombinatsiya bo'lmaydi. Ya'ni bakteriyaning asosiy xromosomasiga birikmaydi. Va shuning uchun ham o'zini mustaqil ravishda replikatsiya qila oladi, ko'paytira oladi va tasodifiy irsiylanadi. Bu nima degani? Demak, bakteriya hujayrasining ichida bir nechta deylik avtonom plazmid sitoplazmada erkin holatda yuribdi. Xuddi sitoplazma suyuqligida, sitozolda suzib yuribdi bir nechta avtonom plazmidlar. Mana shu bakteriya bo'linayotgan paytida, demak, bo'linayotgan bakteriya hujayrasi ona hujayra deyiladi. Shu ona hujayra bo'linganda ikkita qiz hujayralar paydo bo'ladi. Ya'ni bu qiz deyilishiga sabab hali bo'linish xususiyatiga ega emas, chunki endi bo'linib paydo bo'lgan yosh hujayralar qiz hujayra deyiladi. Demak, ona hujayra, ya'ni ona bakteriya hujayrasi bo'linib ikkita yangi qiz bakteriya hujayralar paydo bo'ldi. Shu paytda sitoplazma bo'linadi, ya'ni sitoplazma ham ikkita hujayra orasida taqsimlanadi va avtonom plazmid ham deylik mana shu sitoplazma bilan birgalikda ikkita bakteriya orasida tasodifiy taqsimlanadi. Ya'ni ba'zi bakteriyalarda deylik masalan o'ng tomondagi bakteriyaga avtonom plazmid o'tishi, chap tomondagi avtonom plazmid o'tmay qolishi mumkin yoki ikkalasida teng taqsimlanishi mumkin yoki noteng taqsimlanishi mumkin. Bu avtonom plazmidning nasldan naslga o'tishi va uning tasodifiy taqsimlanishi jarayoni edi. Plazmidlar yuqorida aytib o'tganimdek o'zining tarkibida turli xil toksinlarga, zaharlarga, antibiotiklarga chidamli bo'lgan genlarni saqlaydi. Va bu plazmidning geni bir plazmiddan ikkinchi plazmidga ko'chib yuruvchi genetik elementlar yordamida o'tib boradi. Demak, ana endi sizlar bilan ko'chib yuruvchi genetik elementlar haqida gaplashamiz. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar DNKning demak uzun bir DNK deylik, juda ham ko'plab genlardan tashkil topgan. Shularning orasida ko'chuvchi genetik elementlar bo'ladi. Bularni
ingliz tilida jumping DNA, ya'ni sakrayuvchi DNKlar ham deb nomlaydi. Chunki ular asosiy DNKdan uzilib chiqib, boshqa DNKga ko'chib o'ta oladi. Shuning uchun ham ko'chuvchi gen, ko'chuvchi DNK deb nomlangan. Bu haqida ilk fikrlar amerikalik genetik olima Barbara McClinton tomonidan 1940 va 50-yillarda makkajo'xorining makkajo'xori ustida olib borilgan tajribalarda e'lon qilingan. Ya'ni Barbara McClinton aytadi, bitta makkajo'xori mana bitta sota tarkibida, rasmda ham ko'rishingiz mumkin, sota donalari turli xil rangda. Demak, Barbara McClinton aytadi, tashqi muhitdan hech qanaqa ta'sir bo'lmayapti deydi. Ya'ni bu yerda genlar genomda joyini o'zgartirib, u yoqdan bu yoqqa ko'chib, o'sha makkajo'xori donlarining rangini ta'minlovchi genlarning xususiyatini o'zgartiryapti degan xulosaga keladi. Lekin Barbara McClintonning fikrlari, nazariyasi ko'pchilik olimlar tomonidan dastavval qabul qilinmaydi. Keyinchalik 1980-70-yillarda bu jarayon ilmiy isbotini topadi bakteriyalarda va shu bilan 1983-yilda 81 yoshida Barbara McClinton Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi ushbu ilmiy ishlari va g'oyalari uchun. Ko'chib yuruvchi genetik elementlarning biz 3 xil turini farqlaymiz: transpozon, retranspozon va retropozonlar. Ko'pchilik ingliz adabiyotlarida ikkita turga ajratishadi: transpozon va retratranspozonlar. Chunki retropozonlar to'liq o'rganilmagan, olimlar hali bunlarni mavjud yoki mavjud emasligiga bir aniq qaror kelishmagan, lekin bizning adabiyotlarimizda 3 ta guruhga bo'lgan holatda o'rganamiz. Birinchisi transpozonlar. Transpozonlar qanday ko'chadi? Demak, tasavvur qiling, uzun bir DNK, donor DNK. Bu DNK juda ham ko'plab genlardan tashkil topgan. Shu genlarning orasida bitta ko'chuvchi gen, ya'ni transpozon bo'ladi. Bu yerda transpozonning ko'chishini ta'minlaydigan transpozaza degan ferment bor. Demak, transpozaza fermenti mana shu transpozonni donor DNKdan uzib oladi va ikkita alohida bo'lib qolgan donor DNK bir-biri bilan birlashadi, videoda ko'rganingizdek, va transpozon boshqa nishon DNKga, ya'ni buni target DNK ham deyiladi, o'sha nishon DNKga borib birlashadi. Bu yerda birlashish jarayoni ham transpozaza fermenti bilan bog'liq bo'ladi. Demak, transpozon mana shu ko'rinishda donor DNKdan nishon DNKga ko'chib boradi, ya'ni o'zi ko'chadi. Transpozonning o'zi genomning bir joyidan ikkinchi joyiga doimo ko'chib yuradi. Mana bu yerda transpozonning tarkibini ko'rishimiz mumkin. Transpozon quyidagi qismlardan iborat bo'ladi. Birinchisi, o'sha transpozonning ko'chishini ta'minlaydigan transpozaza degan ferment bor. Transpozon o'sha fermentni o'zining geni yordamida sintez qiladi. Ya'ni transpozon, ya'ni ko'chuvchi genning markazi transpozaza degan oqsilning sinteziga javobgar bo'lgan genni saqlaydi. Ya'ni transpozon doim o'zi bilan uning ko'chishini ta'minlaydigan transpozaza oqsilining genini olib yuradi. Va ikki chetda esa ko'chuvchi qism, ya'ni transpozon bo'ladi. Bu yerda qisqa qilib ko'k rangda aynan transpozonning kesiluvchi qismlari ko'rsatib o'tilgan va ikki chetda insersiyalanuvchi qism. Bu nima degani? Transpozon ko'chib donor DNKdan chiqib ketganda alohida bo'lib qolgan ikkita DNK bo'lagi bir-biri bilan birlashadi, yopishadi. Ya'ni mana shu nuqta insersiyalanuvchi DNK nuqtalari, qismlari deya nomlanadi. Ana endi keyingisi retratranspozonlar. Retratranspozonlarning ko'chishi transpozonlardan mutlaqo boshqacha bo'ladi. Transpozonlarning tarkibi bu DNKdan tashkil topgan bo'ladi. Retratranspozonlar xuddiki RNK saqlovchi viruslarga o'xshaydi. Ya'ni bu yerda retratranspozonning ko'chishida u o'zi genomda qoladi. Bu yerda transkripsiya jarayoni ro'y beradi. Mana ko'chuvchi gen genomdan chiqib ketmayapti. Ko'chuvchi gen o'zining RNK simon nusxasini yaratyapti dastavval. Qaytaraman. O'sha genomda turgan gen genomdan uzilib chiqib ketmayapti. Aksincha o'zining nusxasini, RNK simon nusxasini yaratyapti. Mana shu RNK simon nusxa bu retratranspozon hisoblanadi. Ya'ni mana shu RNK retratranspozon hisoblanadi. Ana endi retratranspozon o'zi borib DNK ga birlasha olmaydi.
Chunki retrotransposon erinkadan tashkil topgan va erinka bizda bir zanjirli va bir zanjirli bo'lgan erinka ikki zanjirli DNK bilan hech qachon birlasha olmaydi. Va mana shu yerda bizda erinka teskari transkriptaza, ya'ni revertaza degan ferment yordamida bu yerda yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni teskari transkriptaza fermentining ikkinchi nomi bu revertaza ham deb nomlanadi. Ya'ni hosil bo'lgan mana shu retrotransposon revertaza fermenti yordamida nusxasini yaratadi. Demak, retrotransposon bu erinka nishon DNKga borib birlasha olmaydi. Shuning uchun u o'zining nusxasini yaratadi teskari transkriptaza fermenti, ya'ni revertaza fermenti yordamida. Va bu jarayon teskari transkripsiya deb nomlanadi. Va hosil bo'lgan DNK keyin borib nishon DNKga birlashadi. Va mana shu ko'rinishda retrotransposon o'zining nusxasini ko'chiradi. Ushbu video darsligimiz sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda aynan qaysi mavzular bo'lishini izohlarda yozib qoldiring va biz buni albatta inobatga olamiz. Biologiyani o'rganishda davom eting. Keyingi video darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.